Assalomu alaykum. Sarvar aka, siz bilan yaqin kunlarda o'sha telefonlashganimizda oxirgi kunlarda kuchlanishi tushishi emas, hududlarda ko'tarilib ketish muammosi juda ko'p bo'lyapti, ya'ni 265, 270 va undan yuqori bo'lib ketyapti. Shuning uchun bizni bozorimizda stabilizatorlarimizda muammo, ya'ni tushirishdagi muammoli stabilizatorlarimiz juda ko'p bo'lgani uchun ayni damda biz Turkiyadagi zavodlardan bittasidamiz, ya'ni Chetinka Pana zavodida stabilizatorlarni ishlab chiqarish jarayonini kuzatyapmiz. Biladi, stabilizator sifati bo'yicha o'zini ko'rinishi, ishlanishi, nima deydi, o'zini mustahkamligi bo'yicha ancha yuqori turadi. Zamon bilan har nafas yurish kerak. Bizda ko'ryapsizlar, abidki paytda quyosh panellari ko'p qo'yilgani bois kuchlanish 290, 260 gacha ko'tarilib ketyapti. Bunaqa paytda stabilizator qo'yib shuni hal qilyapmiz. Keyin kechga borib yoki sal sovuq bo'lib qolsa, iste'mol ko'payib ketsa, напряжение tushib ketyapti, kuchlanish tushib ketyapti. Shuni hal qilish maqsadida biz Chetinkaga o'zgartirish kiritdik. Endi bu Chetinka stabilizatorlari 120 voltdan 290 voltgacha to'g'rilab beradi. Endi to'g'riladi deganda qanaqa? Bizda masalan 10% 220 voltga 10% o'zgarishga ruxsat berilgan. Bundan tashqari nastroykasidan, ya'ni sozlamalaridan faqat elektriklar yoki aynan bizdagi servis sentriga qaraydigan mutaxassislar uni boshqa masalan banitsalarga yoki qandaydir necha voltdan o'zgarish kerak bo'ladigan bo'lsa, nastroykasida, ya'ni sozlamalardan uni ham to'g'rilab berish mumkin, maxsus siz talabingizga ko'ra. Hozir mana shuni ko'ramiz. Mana birinchi kuchlanishni yuksaltiramiz. Mana qarab turamiz. Yo'q, yuksaltiramiz. Kuchlanish yuksalyapti. Ko'rishingiz mumkin. Chegaradan ancha baland 257, 260. O'zi asli 260 da o'z tepasi baland hisoblanadi. Tepasi baland majburiyat yuzasidan, ya'ni bizga shunaqa mahsulot kerak bo'lyapti. Hozircha bu 280 ga qadar yuksaltirsa bo'lar ekan bu yerda, lekin 290 gacha ham tekshirsa bo'ladi. Bemalol. Mana hozir 275 volt, 276 volt stabilizator o'z faoliyatini ishlash faoliyatini davom ettiryapti. 244, 242. Chiqishda 244. Bizning o'sha normamiz 250 dan ko'tarilib ketgani yo'q. Ishlay oladi. Endi pasaytirsak bo'ladi. Kuchlanishni pasaytiryapmiz. Напряженияsi ham mos ravishda pastga past chiqyapti. 120 ga qaraylik. 120. Normal holatda ishlayapti texnikalarimiz. Mana hozir kirish kuchlanish 124 volt, chiqish kuchlanishimiz esa 100. Bu kuchlanishda normal holat, endi majburimiz o'zi asli 220 bo'lsa yaxshi, lekin shu kuchlanishni ham biz uskunalarni normal holatda kuymasdan ishlay oladi. Chunki biz ham relay напряженияларni chegarasini 170 dan 250 yoki 255 gacha qo'yamiz. Bu bizga kerakli bo'ladigan kuchlanishni quvvatni ko'p yo'qotmasdan olish imkoniyatiga egamiz. Lekin shuni yodda tutish kerak. Kuchlanish qancha pasaysa, quvvat shuncha pasayib ketadi. Hozir biz mutaxassislardan so'raganimizda 120 voltga tushganda 30 kVlik stabilizator 9 kW ko'tara oladi. 9 kW Chetinka stabilizator ko'tara oladi. Buni tekshirib boshlaymiz. Rahmat. Narsani ham e'tiborga olish kerakki, mana tabloda haqiqiy sonlarni ko'rsatilyapti. 220 ko'rsatilmayapti. Sizlari anaqalari qanday? Ya'ni chiqishga programma qilib 220 ga qotirib qo'yilmagan stabilizatorda. Yana bitta yaxshi tarafi, ko'p stabilizatorlarda bu yerda maxsus son kiritib ketiladi dasturiy ta'minotiga. 220 bo'lsa ozgina 1-2 volt o'ynaydi-da, sizda 170 chiqsa ham ko'p tekshirganimizda 210, 180, 160 shuna bo'lib turadi, lekin tabloda 220 ko'rsatadi. Tabloda 220 ko'rsatadi. Necha bo'lsa shuni ko'rsatadi. Faktiski o'sha napряжение ko'rsatadi. Yana bir inobatga olish kerak bo'lgan jihatlardan bittasi kabel kanalni, ya'ni kabelni secheniyasini to'g'ri tanlash kerak. Ya'ni yuqori kuchlanishli 30 kV stabilizatoriga eng minimum 16 secheniyali mis, ya'ni shu PVS yoki VVG'ga kabellardan foydalanishda maslahat beriladi. Zavod tarafdan ham servis sentr taraflaridan ham shunaqa e'tiborga olish kerak. Ayrim paytda zavod emas, sifatsiz kabellar ham tanlash oqibatida masalan hozir bizda kuchlanish ko'tarilib ketyapti-ku. Kuchlanish qancha ko'tarilsa, shuncha izolyatsiyaga ta'sir qiladi. Ya'ni izolyatsiyaning kuchlanish
ko'kni harakatga keltirishga majburlaydi, izolyatsiyani teshib o'tishga, qisqartirish bo'lishiga olib keladi. Ayrim joylarda shunaqa sexni kabellari uchlari ko'tarilib ketganda qisqartirish bo'lib, Kabel o'zida ketgan joylari bor. Shuning uchun imkon qadar siz aytgan quvvatni va xavfsiz ishlashni xohlasa, kerakli quvvatni kerakli secheniyadagi sifatli kabellardan ko'ra Bir gap bilan aytganda, to'g'ri mutaxassis, to'g'ri sifatdagi mahsulot va sifatli xizmat ko'rsatilgan joyda hech qachon muammo bo'lmaydi. И обязательно наконечник qo'yiladi. Nakanechni qo'yish kerak. Bu haligi nima deymiz? Mutaxassis insonga u nakanechni qotirish degan nima bo'lmaydi. Sababi chunki shunaqa sistemada ishlaydigan. Endi bundan buyog'i ketinkay biz haligi 235 dan 260 gacha rostlaydi demaymiz. 135 dan. Endi 120 dan 290 gacha rostlay olamiz. Xudo xohlasa rostlay olamiz. Rahmat hammanglarga, sog' bo'linglar. Charchamaysiz.